boshlab turkiy zabon aholi yashagan. Turkiylar va turkiy tilda gaplashuvchilar hozirgi Toshkent viloyati, Sirdaryo, Jizzax, Farg'ona vodiysi, Janubiy Qozog'istondan to Janubiy Oltoy, Sibir, Yenisey, Chukotka hududlariga qadar cho'zilib ketgandi. Bu miloddan avvalgi 3000 yilliklarga to'g'ri keladi. Bronza davrida Sibir turklarining Sirdaryo va Amudaryo bo'ylariga ommaviy ko'chib kelishi boshlandi. Ular shunchalar ko'p kirib kela boshladiki, natijada ular soni qadimgi Sug'diy, Xorazmiy, Baxtiriyaliklarga nisbatan 10-15 barobar ko'payib ketadi. Bunday vaziyatda tabiiyki, tashqaridan kelgan turkiy tilli aholining tili ustuvor bo'la boshlaydi. Fors tili bu boshqa. Bu Eronda hozirgi tili. Bizda ajdodlarimizning tili fors tili bo'lmagan. Sug'diy, Xorazmiy, Baxtariy tili bo'lgan. Bu tillar 10-chi, 11-chi, 12-chi asrda bo'lganda yo'qolib ketdi. Turkiy tilda gaplashuvchilar kirib kelishi aholining shakli shamoyiliga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Xo'sh, bular qanday ta'sirlar edi? Asl turkiylar qanday bo'lgan u? Hozirgi O'zbekiston hududida yashagan turklar qanday bo'lgan? Asl turklarning shakli shamoyili xuddi hozirgidek. Yuzlari kichkina, uzunchoq, ko'zlari ko'k, qizlarning ko'zi bodam qovoq, bodam ko'z bilan bodam sifat, burunlari qirra burun, buni iyaklari uzunchoq, peshonalari keng, sochlari malla. Turkiylar kirib kelgandan keyin uzun yuzli bo'lmadi, dumaloqroq yuzli. Mana ikkalasi chiqdi.